xarakterdagi nutq va eshituv nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar bilan logopedik ish xususiyatlari. Avvalambor nutq va eshitish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar haqida umumiy tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak. Bunda ya'ni eshitish qobiliyati pasayishining ikkita turi farqlanadi, ya'ni karaksaholiq va zaif eshituvchi. Zaif eshituvchi bolalarda nutqni idrok qilish va qabul qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi, ammo eshitishdan foydalanib cheklangan miqdorda bo'lsa ham so'z zaxirasini to'plash mumkin bo'ladi. Eshitish holatining pasayishi karlik darajasida bo'lsa, nutqning tabiiy o'rganish imkoniyati sog'lom bolalardan ancha orqada qolgan bo'ladi. Bolaning risoladagidek rivojlanishi uchun me'yorda eshitadigan bolalardan-da ko'proq maxsus ta'lim va pedagogik yordamlar va tarbiya sharoitlari talab etiladi. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarga ilk yoshdan boshlab maxsus ta'lim tarbiya berilgan holda ularni umumiy rivojlanishda orqada qolishning oldini olish, mavjud nuqsonlarni koreksiyalash va ularning har tomonlama ko'mak topishini ta'minlash muhim hisoblanadi. Eshitishdan nuqson bo'lgan bolalardagi kamchiliklari va nutqning nuqsonlari haqida Vygotskyning bola psixikasining rivojlanishidagi birlamchi va ikkilamchi defektlar to'g'risidagi nazariyasiga asoslanib, Boskis o'zining eshitishdagi nuqsonlarini farqlash bo'yicha pedagogik tasniflash metodlarini yaratgan. Bu metodlar 4 xilga bo'linadi. Birinchisi bu bola eshituv analizatorlarining buzilishi xuddi kattalarning xuddi shunday buzilishdan keskin farq qiladi. Ya'ni katta kishilarda eshitish pasaygan holda eshituv yordamida nutqiy muloqot ham buziladi. Ilk davrda eshituvning pasayishi esa bolalarning psixik rivojlanishiga ham ta'sir etadi. Ya'ni rivojlanishda ikkilamchi nuqsonlarni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Ikkinchi mezon bu ya'ni eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishi to'g'ri tushunish uchun ularni har tomonlama mustaqil ravishda nutqni egallash imkoniyatlarini hisobga olish muhimdir. Eshituv qobiliyatining cheklanishi nutqning cheklanishiga olib keladi va to'laqonli muloqotga to'sqinlik qiladi. Og'zaki nutqning orqada qolishi yoki umuman yo'qligi yozma nutqning egallanishiga, o'qiydigan narsalarni tushunishga, o'z fikrini yozma bayon etishga, turli sohalarda bilim egallashga ham ya'ni cheklanishlar paydo bo'ladi. Uchinchi mezon bu ya'ni eshituv holati va nutq o'zaro bog'liq hisoblanadi. Bir tomondan eshituvning pasayishi nutqning tabiiy ravishda o'sishiga to'sqinlik qilsa, ikkinchi tomondan eshitish qobiliyatining to'laqonli ishlatilishi bolaning nutqiy saviyasiga ham bog'liq hisoblanadi. Nutq qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, eshituv qobiliyatidan foydalanish imkoniyatlari shunchalik kengayadi. To'rtinchisi, eshituv qobiliyati buzilgan bolalar eshituvning pasayishi va nutqiy saviyasiga ko'ra xilma-xil bo'ladilar. Nutqning turli saviyada bo'lishi quyidagi omillarga bog'liq hisoblanadi. Eshitishning pasayish darajasi, nuqsonning paydo bo'lgan vaqt, nuqsonning paydo bo'lishi, eshituv nuqsonining paydo bo'lishidan keyingi pedagogik shart-sharoit bolaning alohida xususiyatlariga qarab bo'linadi. Nutqda va eshitishda nuqson bo'lgan bolalar bilan ishlashning turli xil bosqichlari mavjud. Bularda birinchi navbatda bolalarni diagnoz qo'yib olish, ya'ni diagnostika qilish va bolaning eshitish darajasini baholab olish hisoblanadi. Bunda o'sha maxsus mutaxassislar, surdopedagog, audiolog va logoped hamkorlikda bolani har tomondan tekshiriladi. Bunda eshitish qurilmalari yoki implantlar kerakligini aniqlash, nutq va kommunikatsiya qobiliyatlarini baholash kabi ishlar olib boriladi. Eshitish va kommunikatsiya vositalarini tanlash. Bunda eshitish apparatlariga kaxal implantlar kerakmi yoki yo'qmi, yoki qo'shimcha vositadan foydalanish, ya'ni ularga mimika, imagery, tili va vizual materiallar kerakligi aniqlanib olinadi. Keyingisi bu nutqni rivojlantirish reabilitatsiya bosqichi hisoblanadi. Bunda logopedik mashg'ulotlar o'tkaziladi, ya'ni tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va gapirishni o'rgatish. Keyin audiolog trening. Bunda eshitish qobiliyatini rivojlantirish olib boriladi. Leksika, grammatik mashg'ulotlar, ya'ni bunda so'z boyligini oshirish hisoblanadi. Keyin ijtimoiy moslashuv, pedagogik qo'llab-quvvatlash. Bunda ijtimoiy muhitga moslashish uchun maxsus pedagog va psixologlar
bilan birgalikda ishlanadi. Oila a'zolari uchun maslahatlar va qo'llab-quvvatlash ishlari olib boriladi. Keyin jamiyat bilan muloqot qilishga o'rgatiladi. Ta'lim va mustaqil hayotga tayyorlash. Maxsus maktab yoki inklyuziv ta'limga jalb etiladi. Texnologik vositalardan kompyuter, nutq stilizatorlari bilan ishlash o'rgatiladi bolalar uchun yoki kasb-hunarga yo'naltirish va o'rganish ishlari olib boriladi. Bu jarayon asosan individual yondashuvni talab qiladi, ya'ni har bitta bolani o'zini xususiyatlaridan, qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda alohida dastur sifatida tuzib olinadi va shu dasturga asosan ishlanadi. Ishning asosiy ahamiyati bosqichi bunda eshitish va nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib borilgan logopedik ish ularning kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy muhitga moslashtirish va mustaqillikka tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning quyidagi ahamiyatlarini bor deb hisoblasak bo'ladi. Misol uchun, nutqni shakllantirish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va gapirishni rivojlantirish kerak. Keyin eshitish qobiliyatini rivojlantirish, ya'ni bunda eshitish apparatlari yoki kaxlar implantlardan foydalangan holda eshitish qobiliyati rivojlantiriladi va eshitish ko'nikmalari oshiriladi. Muloqot vositalarini o'rgatish, bunda imo-ishora tili, labdan o'qib olish va vizual materiallardan vosita orqali muloqot qilish o'rgatiladi va o'quv va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish, eshitish qobiliyatiga bog'liq holda o'qish va yozish malakalarini shakllantirish ishlari amalga oshiriladi. Bunda turli xil mashqlardan foydalanish mumkin. Keyin ijtimoiy moslashuv, bola o'z fikrini to'g'ri ifodalay olish uchun nutq va muloqotga oid qo'shimcha usullarni o'rgatish zarur. Logopedik ish bosqichlariga diagnostika va baholash bosqichi yana qaytadan kiradi. Endi bu alohida logopedik ish hisoblanadi. Bunda bolaning eshitish va nutq rivojlanishiga audiolog va logoped tomonidan birgalikda tekshiriladi. Nutq bo'lish savollar darajasi aniqlab olinadi va shunga qarab maxsus test va metodikalar o'tkaziladi. Individual dastur tuzish, bunda bolaning eshitish darajasi va nutq qobiliyatiga mos keladigan logopedik mashg'ulotlar ishlab chiqiladi. Korreksiya va tuzatish bosqichi bu ishning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Bunda eshitish va fonematik idrokni rivojlantirish, ya'ni ovozlarni ajratish va tovushlarni farqlash mashqlari o'tkaziladi. Keyin talaffuz mashqlari, bunda o'sha har tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun artikulyatsiya gimnastika va nutqiy nafas to'g'rilantirish uchun nutqiy nafas mashqlari va to'g'ri nafas olish ishlari o'rgatiladi. Keyin leksik va grammatik mashqlar tuzish, ya'ni bunda gaplar tuzish, so'z bo'ylini kengaytirish, matnni tushunish kabi ishlar olib boriladi. Muloqot va ko'nikmani shakllantirish, ya'ni imo-ishora tili, labdan o'qish va boshqa yordamchi kommunikatsiya usullari orqali bolalarga o'sha eshitish qolig'idan yoki eshitish maqsadida foydalangan holda mashg'ulot olib boriladi. Oxirgisi, bunda o'sha bolani biz o'rganayotgan nutq va ko'nikmalarini mustahkamlaymiz. Bunda kundalik hayot davomida bola kommunikatsiya qilish imkoniyatidan yaratiladi, ya'ni bola atrofidagilar bilan o'rgangan nutqi va eshitish qobiliyatidan farqlanib, odamlar bilan birga muloqot qilish kerak bo'ladi. Shu bilan birga logopedik ish doimiy va tizimli olib borilsa, eshitish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar jamiyatda muvaffaqiyatli moslashadilar va ularning nuqsonlari bartaraf etiladi.